universitet tarixiga sarxal harflar bilan kiratyapti. Bunga sabab bugun Zarmet 2025 xalqaro tibbiyot fanlari olimpiadasi hamda zamonaviy tibbiyot rivojiga fundamental fanlarning qo'shilgan hissasi mavzusida ilmiy amaliy konferensiya o'z ishini boshlamoqda. Мы, студенты Таджикского государственного медицинского университета имени Абу-Али ибн Сино, защищаем свой университет. Имя нашего университета, мы студенты Таджикистана. Все хотят получать хорошие результаты, и мы тоже надеемся, что у нас тоже будут отличные результаты, и мы добьемся первенства. Assalomu alaykum. Biz Farg'ona viloyatida joylashgan Central Asia Medical University xalqaro tibbiyot universitetidan tashrif buyurdik va inshaalloh biz himoya qilib ketamiz, birinchi o'rinlarni olib. Barcha do'stlarimga, tengdoshlarimga olimpiadada omad tilayman. Men Buxoro innovatsion ta'lim tibbiyot universiteti nomidan talabalarimizni Zarmet xalqaro 2025 olimpiadasiga olib keldik hamda Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti nomidan himoya qilamiz. Olimpiadadan xudo xohlasa Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti talabalari birinchi o'rin olishlarini kutyapmiz. Imtihon qilyapti. Taassurotlar qanday? Taassurotlar juda ajoyib. Men kutmagandim bunchalik sharoit bo'lishini. Men patfiziologiya fanidan ishtirok etdim. Savollar o'ylaganimdan qiyinroq ekan sal, to'g'risi. Endi ko'ramiz hozir. Javob chiqargan, javob chiqishini kutib turibmiz. Imtihon yaxshi bo'ldi, ozgina hayajon bo'ldi, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Menimcha birinchi o'rin bo'ladi. Были очень интересные вопросы. Было очень интересно наблюдать за остальными, также самой решать. Было все очень чисто, мне понравилось задачи, очень интересные были. Увлекательно все прошло. Zarmet 2025 fan olimpiadasi, tibbiyot fan olimpiadasi ko'tarinki ruhda olib borildi. Olimpiada در درجه عالی گذشت. ما مینداری خود را به تشکیلاتچیان این الیمپیادا میرسانیم که توانستند الیمپیادا را در درجه عالی گذرانند و شفاف. Getting this Olympiad is very amazing for me. It is a thrilling feel and I am really glad to get the third position and really thankful for the Tashkent Medical Academy that they have given me a chance to win this. Thank you.
В самую первую очередь я хочу поблагодарить свою учительницу Сапис Викторию Владимировну. Благодаря вам Я так рада, что получила первое место. Это было очень неожиданно для меня. Я до сих пор не верю в то, что у меня первое место.